Binafsha shu'lasi. Kitob mazmuni haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, boy oilada o'sgan, erkat, tantiq, o'qishni yoqtirmaydigan Hayo ismli qizcha haqida. Kunlarning birida Hayo va uning otasi va ishchilari bilan otasining eski mahallasiga qasrdek uy qurib ko'chib o'tishadi va Hayo yangi qo'shnilar bilan tanishish orqasidan Amin amakining 5000 dan ortiq kitobi bor kutubxonasi bilan tanishadi. Umuman kitoblarni o'qishni yoqtirmaydigan qizdan kitoblarni to'g'ridan to'g'ri ma'noda ichida yashaydigan qizga aylanadi. Har safar kitobni ochganda kitobdan nur taralib, u kitobni ichida yashay boshlaydi. Bir safar gulga, bir safar qushga, bir safar soldatga va shunga o'xshash ko'plab qahramonlar hayotini yashab o'tadi. Eng qizig'i esa har bir hikoyasida negadir binafsha rang gul bor edi. Bunda aniq bir sir borligini bilgan Hayo uni qidirishga kirishadi va men bu sirni sizlarga aytib qo'ymayman, chunki bunaqangi qiziqarli kitobni o'zingiz o'qishingiz kerak. Hayoning kitoblarga qiziqqanini ortidan siz ham kitobni qanaqa qilib tugatib qo'yganingizni bilmay qolasiz. Va bu kitobni bir ichiga qarang. Shu va shunga o'xshash kitob haqidagi videolar uchun menga obuna bo'lib qo'ying.